Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun Toshkent shahrining Qibray tumanida katta qurilish qilyapmiz. Mana o'shani terib bo'lishimizga oz qoldi. Mana Xorazmlik Shovotdan ustalar kelgan. Mana assalomu alaykum usta. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Qanday bo'lyapti? Rahmat. Rahmat. Bloger misiniz? Ha, blogerman. Bo'ladi. Sizning mehnatingizni bir qadrlab, shuni nimaga olishga keldik. Hay, rahmat. Xalq ko'rsin deb. Hey, xalqqa bir de chiqarib bermagin. Hay, güzel oldu. Telefondan şançaklarga kubam gelir. Böyle çıkıp gidip çok acımıyor. Koy. Telefondan ben zakazlar çağırıp. Oo. Ha, Ben onu vergen usta dep. Ha, yaxshi-da qaytan. Ya hayır, cana deydim. Koy başka kermiş verim ben. Boshqa korni aytasiz menda. Ay, ahota başlanadi bu yakına. Bu götürüş gerek. Ahot giden kubusta. Ahotundan savol bering. Necha yildan beri shu ohotniksiz? Şu doğulgandan beri akıbetlik bize. Eng esda qolarli, eng katta nima o'lja tutganingiz eslaysizmi? Shu haqida bir gapirib bersangiz. Este kaladı onu mu? Şu. Şibirde bir olayını attık. Ulus şu oldu da. 280 kilo çıktı mı bilmem ben. Şu bir olayını attık. Havarın bir de çüydü. Bu yan kurgul. Şagal fagal. Aşırı böyle slowson. Ko'p kasb, Parga kepter septer. ko'p kasbingiz bor ekanda, bu kasblaringiz ichida qaysi birini eng nima qilib yoshligingizdan yaxshi ko'rganingiz qaysi bular ichida? Diyeberçilik. Diyeberçi ustamız bize has. Eng birinchi qaysini boshlagansiz endi? En birinci akotani. Endi bu kasblaringiz ichida qaysi birida ko'p shogirdingiz? Şagirtler mi? Qaysi birini aytini. Şagirт köp. Reklam etmekte bu muydu şagirtler? Sekretli köpse. Yarın akşamda gep pati alıp giderdiler. Siz ham katta ustasiz, patiya berdingizmi ko'pchiligiga? Oho, kim odam pati berdi? Kim odam? Kim odam pati berdi? Oldu.